Itak, mana oxirgi makiyajim Rossiyada. Birinchi SPF dan boshlaymiz va sizlarga oxirgi makiyajim deb Rossiyadan ketayotganimni aytyapman. Toshtoba Buxoroga qaytyapman. Hamma makiyajimni qilaman va mana bu yerga joyiga solib qo'yaman. Bagajimga уже tiqaman. SPF dan keyin nimani surtaman? U menga mana bunaqa kontur bor edi. Hozir yangisini oldim. Influence Beauty dan. Qani ko'ramiz, bu nima bo'lar ekan. На самом деле bu firmadan oldin hech nima использовать qilmaganman. Hozir нашумевший bo'lib ketdi. Но надеюсь, оправдывать qiladi. Любой narsani, вот produktda boshqa narsani konsillerdan tashqari men kistочкаga olishga harakat qilaman, потому что mало ли qanaqadir mikrob или nimadir bo'lib qolsa, потому что бывает, что meni kojam чувствительный bo'lib qoladi. Oттенagi juda ham yaxshi. Bilasizlar, ko'ryapsizlar. Простите, пожалуйста, men специально qilmayman. Shunaqa цвет, реально nima, naturalniy цветga o'xshaydi. Unaqa коричневый, рыжий emas. Ana shunaqa, именно shunaqa цветlar olinglar, потому что sizlarni явно kontur qilganlaringiz ko'rinmaydi. Burnimni ham konturini qildim, qaranglar, chiroyli turibdi. Endi buni qancha turishini ko'ramiz. Bundan зависит от того, qanday yaxshi kosmetika или yo'q. Bir kunni bilan turadimi или yo'q. Keyin menda konsiler, bu Evelyn da, если не ошибаюсь. Вот. Konsilerni darrov mana shu joylarimizga suramiz. Oqartirish uchun e'tibor berdingizlarmi? Birinchi bo'lib ko'p kishi konsiler suradi, lekin men kontur suraman. Потому что mana bu kerak emas joylari keyin konsiler bilan ketadi. Qaranglar, mana shunday qilib olib, cho'zib, mana shu yerga плавный переход qilamiz. Вот. Ko'rdingizlarmi? Bu yerda ozgina mana bu yerda переход yo'q, ko'ryapsizlar-da. Bu yerda уже плавный bo'lib ketyapti. Sponjni ho'llaymiz. Mana shunday qilib chiroyli переходlarni qildik. Endi menda rumyanani nechtadir kapla qilamiz, чтобы ko'p bo'lib ketsa ham не очень. Ko'p kishi mendan so'rashadi, sizni kojangiz idealniy, shu uchun makiyaj ham idealniy turadi, nima qilish kerak deb so'rashsizlar. Buni hammasi, например, sizni kojangizda qanaqadir problema bo'lsa, doktorga borasiz, birinchi dermatolog, kosmetologlarga borasiz. Agar просто сухой qanaqadir nimadir yotmayotgan bo'lsa, tonalnik, boshqa narsa yotmayotgan bo'lsa agar, bu uchun sizlar yaxshilab namlantirasizlar, kojalaringizga qarab, yaxshilab уход qilasizlar. Keyin idealniy makiyaj idealniy tushib beradi. Даже вот e'tibor berdingizlarda, men tonalnik surmadim. Mana tonalnikim turibdi, Oriflame'dan mana shunaqa chiroyli yaxshi tushadigan tonalnik. Lekin men tonalnik surmayman. Из-за того, что men namlantiraman, yaxshilab увлажнить qilaman, maskachalar, uxodchalar, siviritkachalar. Mana yangi highlighterim menga juda ham yoqdi. Otteniklari rozisi menga ko'proq yoqdi. Shunday chiroyligina turibdi. Qaranglar. Ko'p kishi Buxoroda ko'raman, ko'p qizlarni highlighteri xudiki tenga o'xshaydi, bloskalari ko'rinadi. Iltimos bunaqa qilmanglar. Qaranglar, mana shunaqa highlighter ko'rinmasligi kerak, lekin oftobda yaltirashi kerak. Qaranglar, mana bu yerimga surdim, mana bu yerimga, burunimga, uchiga, bu yerga. Endi mayda kistочка olaman, bu yerimga surtaman va ko'zimni tagiga mana bu yerga suraman. Mana buni ham screen qilib qo'yinglar, qizlar qayerda topsalar, shunaqa zo'r pахнуть qiladi, hidi zo'r va увлажнять qiladi. Nima uchun? Gubi. Lab uchun juda ham zo'r gigiyenichka вообще. Прям atas. Bugun men o'zimga веснушка qilmoqchiman. Kстати, qo'shimni va hozir kiprigimni taraymiz. Menda mana shunaqa balonchik, uchini qisganman. Попробуем сейчас. Qaranglar, qanaqa juda ham chiroyli веснушка. Kстати, labim uchun Vivien Savo Brizodor bu yerda zapaskasi bilan oldim, потому что Buxoroda originali juda ham kam. Mana yangi blesk для lab uchun Evelyn, от Evelyn oldim. Juda ham byudjetniy va yaxshi narsalari menga yoqadi. Qarang. Qaranglar, otteniga birga bir meni qalamcham bilan tushdi. Вообще идеальный. Прям вообще.
Bugungi makiyajimiz tugadi. Men hozir kiyimimni kiyib Get Ready With Me olaman. Shuning uchun oxirigacha ko'rganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Ko'proq TikTokda aktiv bo'lib, makiyajlar qilib sizlarga qo'yishga harakat qilaman. Agar sizlarga yoqsa, kommentariyada yozamiz. Shunaqa format video qo'yaymi, yoki qo'ymaymi?